Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Javohir Play X kanali. Hozir sizlar bilan biz pechenye tayyorlash 10 mingta pechenye tayyorlab ko'ramiz. Sizlar bilan men Javohir. Bunda videomiz boshlandi. Mana biz kirdik. Yaxshi dunyo. Botqoqimiz ham qilibdi. Ana yoqqa nima bor ekan? Nima? Sovg'a mojangda. Nima bu? Bu jungli daraxti. Kakao tayyorlash uchun. Bilmayman nimaga paydo qo'ydim. Qanday qilib? Mana nimaga bunaqa? Qoch. Top. Mana chiqmaga bor. Nima effektimiz 5? Sharpness, looting, fire aspect 2, oltin olma, o'qtirga, don, pechenye kira bo'ladigan kukun, kuki, so'mon, kim qo'yib ketgan? Bilmayman lekin. Mana qilishning o'zini sinab ko'ramiz. Hozir bir mana ko'rib oladi. Ko'rdim, ikkita o'ronga o'ldiradi. Chunki juda ham kuchli qilish. Mana u spawner kimda qo'yib ketgan ekan? Bilmayman lekin. Mayli, ko'ramiz. Bundan boshlaymiz videoni. Biz boshida mana bunaqa narsa kakao degan narsa kerak. Boshladik. Men daraxt terib bo'lgandan keyin videoni qayta qo'yaman. Mana men daraxt oldim. Mana menga daraxtlar. 15 ta daraxtim bor. Hozir biz narsa yasaymiz. Ketdik. Birinchi ilerda turamiz. Budan o'tamiz. O'stiradigan olamiz. Daraxtlarni ochamiz. Ochamiz, o'rta crafting table yasaymiz. Va crafting table'da mana bu yoq qo'yamiz. Biz somonlarimizni presslarga aylantiramiz. Keyin biz bitta tabor yasab olamiz. Mana sizlarga hozir pechenye qanday tayyorlanishini aytaman. Biz 100 ta pechenye tayyorlashimiz kerak. Videomiz 10 minut bo'ladi. Mana birinchi kakaoni olamiz. Somonni olamiz. Somonni olganimizga crafting table'ga kiramiz. Pastroqqa tushamiz. Mana pechenye bu. Mana pechenyega bitta somon yetishmayapti. Hozir shu bitta somonni olamiz.
Pecheni tayyorlab olamiz. Pechenini bo'lsa 8 ta bizga pecheni beradi. Biz 100 ta bo'lishi uchun 2 sandiq to'la pecheni yig'sak bo'ldi. Agar bu videoga agar biz o'ta olmasak, ikkinchi qismi ham bor. Ikkinchi qismini olaman bundan keyin. Shundan keyin hozir biz pecheni shunday narsaki, bu iç böyle ayıp köfte olduğum bana gerek var. Şu an qiziqib 100 ta yasamoqchi bo'ldim. Bunun uchun biz hozir bitta oltiroqqa yeb olamiz. Bizga ko'proq o'stiradigan kerak. Chunki mana bunaqa narsalar yig'ish uchun. Ketdik. Mana spawner sindirib olamiz. Negadir spawner hech bola bermadi. Lekin biz aslini bilmaymiz. Bu yangi spawner qurishga ketamiz. Lekin biz spawner topolmaganimiz uchun biz tosh olamiz. Buni qaranglar tez sindiradi. Mojang zo'r. Mojang bizga yordam berib juda tez sindiradi. Kelkani berib sovg'a qilib. Endi bizga tosh yig'ish juda oson bo'ladi. Endi biz uyga qaytib uy qurishga tayyorlanamiz. Zumonliqqa somonlar ekamiz. Va o'stiradigandan o'stiramiz. Mana bittaga 3 tadan ketadi. Sindiramiz. Ekamiz. O'stiramiz. Endi biz sessiz uyqurmasak bizni zo'r qilishadi. Tez. Hozircha kamroq maydalab qo'yapman. Videomiz 10 minutga yaqinlashib qolibdi. Bunda biz bu videoning ikkinchi qismini chiqaraman. Biz hozircha yaxshi rivojlandik. Bunda videomiz shu joyda yakun topadi. Xayr, sizlarga iymonli narsa olib olaylik, keyin sizlar bilan xayrlashaman. Mana bizga 3 ta kubki berdi. Va biz bittasini 3 ta eka olamiz. Bularni o'sishini kutamiz. Keyingi qismini o'sgan o'rish kerak. Unda xayr sizlarga. Xayr.